Vitamin D yetishmasligi alomatlari. Birinchi, bosh terlashi. Agar siz bola yoki o'zingiz ko'proq terlayotgan bo'lsangiz, bu D vitamini tanqisligi bo'lishi mumkin. Ikkinchi, tungi terlash, hatto sovuq haroratda ham. Ertalab nam yostiqdan buni payqashingiz mumkin. Uchinchi, kayfiyatni pasayishi, his-tuyg'ulardan tushkunlikka tushish yoki g'azablanish mumkin. To'rtinchi, ishlarni keyinga qoldirish. Biror yutuqqa erishmayotganingizni his qilyapsiz. Hatto inson motivatsiyasi ham D vitamini yetishmasligiga bog'liq. Beshinchi, vahimali xurujlar. Bu juda kuchli qo'rquv yoki yuqori darajadagi xavotirlanish holati. Bu ba'zi gormonlar bilan bog'liq, ammo bunday holatlarda vitamin D qabul qilish ayni muddao. Oltinchi, chanoq sohasida biqinlar va tizzalardagi kuchli og'riqlar. Bu og'riqlarda ko'p dorilar qabul qilinadi. Yozgi 40 minutlik quyosh tafti juda ham katta dozadagi vitamin D3 quvvatini beradi. Yettinchi, mushaklar kuchining yo'qolishi. Asosan oyoq va yelka og'riqlari vitamin D va kalsiy yetishmovchiligi alomati. Sakkizinchi, qiyin harakatchanlik. Bu asosan tizza va qo'l bo'g'inlarida yallig'lanish oqibatida paydo bo'ladi. To'qqizinchi, doimiy charchoq. O'ninchi, fikrlashning sustligi. 11-chi, qiyin to'yish. Ovqatlar sizni to'ydirmaydi. Natijada me'yoridan ortiq yeya boshlaysiz. Vitamin D, magniy, vitamin K2, sink va vitamin B6 kabi vitaminlar yetishmovchiligi muammosini hal qiladi.